Baliq ovi, baliqchi do'stlar jamoasi a'zolari. Bugungi mana 3-turgi musobaqamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Musobaqamiz juda ham yaxshi bo'ldi. Baliqlar hammaga tushdi, yaxshi tushdi baliq desa ham bo'ladi. Kechqurungi tungi musobaqa bo'lganligi uchun endi ozgina kechqurun qiyinchilik bo'ladi baribir. Kimlardir uxlab qoladi, kimlardir uxlatib qo'yadi. Shunaqa bo'ladi. Shunda ham bo'lsa juda ham zo'r natijalarga erishdik. Endi hozir natijalarni e'lon qilamiz. Eng katta baliqdan boshlaymiz. Eng katta baliq Big Fish. 5 kilo 550 gram bilan Muhammedov Sunnatilla. Tabriklaymiz. Xo'p. 3-o'rinimizda sal intrigaliroq bo'lib qoldi. Endi gramlar bo'yicha, boshqalar bo'yicha. Shunda ham bo'lsa 24 kilo 90 gram bilan 3-o'rinni Azizov Miraglam egalladi. Malades, kechasi bilan lekin tinmasdan ishlab chiqdi. Tabriklaymiz. Va nihoyat birinchi o'rinni ikkinchi o'rinni? Ikkinchi o'rin. Ikkinchi o'ringa shiddat bilan kurash o'tkazgan ishtirokchimiz Manapov Abduvahob 41 kilo 40 gram. Va nihoyat birinchi o'ringa yarim kun bekor o'tirib yarim kecha bekor o'tirib, yarim kechadan keyin bilmayman nima kelib tushdi uni boshiga ish qilib baliq tush tezlashib ketib qoldi, muziklarga qo'shilib 44 kiloyu 230 gram bilan Rasulov Sardor egalladi. Rahmat. Shu bilan 3-tur musobaqamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana 2ta tur musobaqamiz qoldi, reytingli musobaqamiz. Hammaga rahmat, ishtirokchilarga ham, organizatorlarga ham, suv havzasini egalariga ham, boshqaga ham hammaga rahmat. Hammani tabriklaymiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.